Xolodilnigingizda bir dona tuxumingiz bo'lsa, bu videoga yaqinroq keling. Bitta tuxumga yarim piyola shakar solib, yaxshilab aralashtirib, shakarimizni eritib olamiz. 1 choy qoshiq razlikli til, 1 chimdim tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Xona haroratidagi 200 gramm margarinimizni solib, aralashtirib olamiz. Ustiga esa 3 piyola un solib, yumshoqqina mayin bo'lgan xamirimizni qorib olamiz. Tayyorlanishi ham juda ham oson. Hammaga birday yoqadigan shirinligimizni xamirini 15 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni biri katta, biri kichik bo'lakka ajratib, katta bo'lagini yoyib olamiz. Men isitishirish uchun tovadan foydalandim. Atroflarini kesib chiqib, chiroyli gul yasab chiqamiz. Ishoning, hayotingizda birinchi marta qilishingiz bo'lsa ham bittada o'xshab chiqadi va hech qachon sizni uyaltirib qo'ymaydi. Nachinchasi uchun uyingizdagi xuflagan murabbodan foydalansangiz bo'ladi. Men qulupnay murabbosidan foydalandim. Olcha yoki malina murabbosidan foydalansangiz ham bo'ladi. Olib qo'ygan kichikroq xamirimizni shunaqangi uzunchaq shaklda yoyib, chiroyli bo'lma qilib kesib, bezak berish uchun foydalanamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, 180 gradusda 25 daqiqaga yuboramiz. Ishoning, hayotingizda yegan eng mazali, og'izda erib ketadigan shirinlik shu bo'ladi. Bundan-da qiziq videolar uchun kanalimga obuna bo'ling.